Hozir sizlar bilan onlayn darsimizni qanaqa videolar bor va sizlar qanaqa natijaga erishishinglarni ko'rsatib o'tib ketaman. Kirish qismimizda ko'rib turganingizdek AutoCAD dasturini o'rnatishi videosi bor. Buni ko'rib o'zingizlar bemalol o'rnatib olsanglar bo'ladi AutoCAD dasturini. Birinchi darsimizdan boshlanadi interfeys bilan tanishish va asosiy sozlamalarni tushuntirish. Bu yerda o'sha interfeys, nastroykalari birinchi boshlaganda qanaqa nima qilish kerak bo'lgan bo'lsa, hamma narsa aytilgan bo'ladi. Ikkinchi darsimizda chiziq buyruqlari orqali geometrik shakllar yaratish. Ozgina kirishib olish uchun detallarni chizib ko'rib o'rganasiz. Uchinchi darsimizda tahrirlash buyruqlari bilan obyektlarni o'zgartirish. Chizgan obyektlaringizni o'zgartirish haqida o'rganishingiz mumkin bo'ladi. 4-darsimizda chizmalarni soddalashtirish uchun layerlardan foydalanish. Buni videoni ko'rganingizda o'zingizlar tushunib olasizlar nimaligini. 5-darsimizda yozuv va o'lchamlarni joylashtirish. Chizmalarning eng asosiy ustuni bo'lgan o'sha yozuv va razmerlar eng kerakli bo'lgan darslardan biri. Shuning uchun bu darsni ham qo'shib o'tib ketganmiz, ya'ni o'lchamlarni qo'yish va yozuv yozish. 6-darsimizda blok va xach yordamida detallarni chizmaga qo'shish. Sizlarga tushuntirsam tushunmasligingiz mumkin. Videoni ko'rib bemalol tushunib olasizlar. 7-darsimizda tashqi devorlarni reja asosida real o'lchamda chizish. Ya'ni planirovkadagi o'sha devorlarimizni chiziqlarini chizishdagi darslari joylashtirilgan. Bu 7-darsimizda. Xo'p, 8-darsimizda ichki devorlar va xona chegaralarini chizish. Bundan oldingi darsimizda tashqi devorlarni chizgan bo'lsak, 8-darsimizda ichkaridagi o'sha xonalarni bo'lib turadigan devorlarni chizib ko'rsatilgan videosi bor. 9-darsda deraza va eshiklarni aniq joylashtirish va mebellash. Bundan oldingisida o'sha xonalarni bo'lib chiqqan bo'lsak, bu darsimizda mebel joylashtirish, ya'ni qanaqa mebelni qayerga joylashtirish kerakligini tushuntirib o'tib ketilgan. 9-darsimizni ikkinchi qismida deraza va eshiklarni aniq joylashtirish va mebellash. Oynalarimiz, ya'ni eshiklarni joylashtirish kerak bo'ladi baribir. O'sha joyiga 9-darsimizni ikkinchi qismida ko'rib olsanglar bo'ladi. 10-darsimizda tom chizmasini chizish. Planirovkani tugatib bo'lganingizdan keyin tomni chizmasini chizib ko'rsatib berilgan. Bemalol ko'rib, o'zingizlar boshqa tom loyihasini ham chizib ko'rsanglar bo'ladi. 11-darsimizda qirqim chizmasini chizishi ko'rib chiqiladi. Bu yerda nima bo'ladi? Ya'ni uyimizni qaysidir qismidan kesib ko'rsatilgan bo'ladi. Bu chizma nima uchun kerak? Bu chizmada asosan balandliklar ko'rsatiladi. Ya'ni qurilish jarayonida birinchi qavat, ikkinchi qavat balandliklarini shu qirqim orqali topib olish mumkin. 12-darsimizda fasad chizish, ya'ni old ko'rinish asoslari. Bu yerda siz umumiy chiziqlarni birinchi chizib olinadi. Ya'ni fasaddagi qaysi joylarda qanaqa kirgan chiqqan joylari bo'lsa, o'sha joylarning chizmasini chizib olasiz. 13-darsimizda detallarga endi kirishamiz, ya'ni fasaddagi o'sha mayda-chuyda detallarni chizishi ko'rib chiqiladi. 14-darsimizda o'z chiziqlari, ya'ni ustunlar joylashtirish va oxirgi bosqichga tayyorgarlik bo'ladi. Bunda siz ustun deganda oddiy tushuncha bu kolonnalar bo'ladi, ya'ni ustunlar, uyga ushlab turadigan ustunlarni joylashtirish kerak bo'ladi va o'sha joylashtirishda qanaqa joylashtirish kerakligini ham tushuntirib o'tib ketiladi va ular oralig'idagi razmerlar qo'yiladi. 15-darsimizda, ya'ni oxirgi bosqich, bunda proyektimizni PDF holatga keltirib, o'sha PDF orqali ustalar uy loyihasini ko'rib, ko'tarib, ya'ni qurib berishadi. YouTube'dagi darsliklardan farqi, ya'ni YouTube'dan ham ko'rib o'rgansanglar bo'ladi, lekin siz YouTube'dan ko'rib o'rgansangiz, tushunmagan joyingizni hech kimdan so'ra olmaysiz. Bizdagi onlayn darslikdan agar tushunmagan joyingiz bo'lsa yoki programma o'rnatishda yoki programmani o'zida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rab, muammoni hal qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Onlayn kursimizda 3 xil tarif bor. Standart tarifda 15 ta o'sha boya ko'rib chiqqanimiz video darsliklar bo'ladi. Dars uchun kerakli materiallar, darslar uchun topshiriqlar. Bularning barchasini narxi 200 ming. Premium tarifimizda standart tarifimizdagi boya aytgan hamma narsa bor va uni qo'shimchasiga 3 oy guruhdan foydalanish imkoniyati va 1 oy davomida moderator, ya'ni yordamchi ustozimiz bo'ladi. 1 oy davomida vazifalar tekshiriladi. VIP tarifimizda bu yoqdagi ko'rsatilgan hamma narsa bo'ladi va unga qo'shimchasiga ustoz bilan 4 ta Zoom uchrashuvi, ya'ni yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rishib bemalol Zoom orqali savollarni berib aniqlashtirib olsanglar bo'ladi va sertifikat beriladi. Joylar soni 10 ta. VIP tarifimizning narxi 500 ming so'm deb belgilangan. Har bir tarifda siz bir marta to'lov qilasiz va shu boya aytilgan muddat davomida sizlar o'sha darsliklardan foydalanish imkoniyatingiz bo'ladi. Onlayn dars sotmoqchi bo'lsanglar, administratorga murojaat qilsanglar bo'ladi.